Insoniyat tarixidagi top 3 qo'rqinchli kashfiyotlarni bilarmisiz? Hozir men sizga bularni aytib beraman. Birinchisi rentgen nurlari, ya'ni o'z ajalini ko'rgan ayol. Wilhelm Rentgen 1895-yilda tasodifan X nurlarini kashf etadi va uni birinchi olgan surati o'z xotinini uzuk taqqan qo'llari edi va o'sha paytda ayoli bundan juda ham qo'rqib ketgan va men o'z ajalimni ko'rdim degan. Bu tez orada ommalashib, odamlar xuddi o'zini portretini chizdirib xonasiga ilgan kabi o'z suyaklarini rasmini ham xonasiga iladigan bo'lishdi. Keyingisi Madame Curie. Madame Curie radiumni kashf etdi, ya'ni umri davomida radioaktiv moddalar bilan ishladi. Uni daftarlari, kiyimlari, hatto oshxona buyumlari ham hamma narsasi radioaktiv edi, ya'ni zararli. U aplastik anemiyadan vafot etdi. Bugungi kunda ham uni ishlatgan buyumlari qo'rg'oshinli maxsus qutida saqlanadi, ko'rasizlar, haligacha uni radioaktivligi ketmagan. Uchinchisi John Dalton. John Dalton daltonizmni kashf qilgan, ya'ni u yashagan umri davomida ranglarni ajrata olmagan. U yillar davomida yashil va qizil rangni bir xil ko'rgan. Даже buni o'zi ham sezmagan. U bir kun onasiga qizil paypoq sovg'a qiladi va shunda onasi hayron bo'ladi. Bu qora-ku. Dalton ana o'shanda tushunib yetganki, uni ko'zlari boshqacha ko'rayotganini. Ya'ni u sovg'a qilgan paypoq rangi qora bo'lgan, ammo Dalton buni qizil rang deb onasiga sovg'a qilgan. U vasiyat qilganki, vafotimdan keyin ko'zlarim o'rganilsin deb. Hattoki u vafot etganda ham ko'zlarini ilm fanga baxshida qildi. Sizga qaysi biri qiziq bo'ldi? Kommentda fikringizni yozib ketinglar. Menga qiziq, hammasini o'qiyman.